Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'l ko'targanmikinlar yoki yo'qmikin? Oysha onamizlardan so'raylik. Imom Ibn Mojja radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda Oysha onamizdan aytib beradilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hech qachon biron bir ayollariga ham, xizmatchilariga ham aslo qo'l ko'tarmaganlar deyaptilar. Ana Oysha Siddiqa radhiyallohu anha onamiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oilada qandoq jufti halol, qandoq oila egasi, qandoq bo'lganliklarini aytib beryaptilar. Qanaqa bo'lgan ekanlar? Birorta ayollariga, birorta onalarimizga, hatto xizmatchilarga ham aslo qo'l ko'tarmagan ekanlar. Ichimizda bormi shunday erlar? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'xshagan erlar bormi ayoliga qo'l ko'tarmagan yoki haqorat qilmagan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadis shariflarda esa Abu Dovud rivoyatlari ayollaringni yeganlaringdan yediringlar, kiyganlaringdan kiydiringlar va hech qachon yuziga urmanglar va uni haqorat qilmanglar deb erlarni ayollariga bo'ladigan munosabati qanday bo'lishligini, ayolini oldidagi vazifalari nimalardan iborat ekanligini aytib o'tyapti. Yeyapsizmi, yediring. Kiyyapsizmi, kiydiring. Hech qachon uni yuziga urmang, haqorat qilmang deyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu siz bilan biz ummatlariga demak ko'rsatmalari. Buni qilamizmi yo'qmi yoki o'ylab ko'ramizmi? Xohlasa qilib yo nima ishingiz bor, biz oilamiz bilan deymizmi? Alloh asrasin bundan. Xudoy taolo aytib turibdi, "Va ashiruhunna bil ma'ruf" deb, ular bilan yaxshilik bilan murosa qilib hayot kechiringlar deyaptilar. Ular yuziga urmanglar, ularni haqorat qilmanglar, yeganlaringni yedirib, kiyganlaringni kiydiringlar deyaptilar. Bu kishi nafaqat aytayaptilar, balki o'zlari amal qilganmidilar bu so'zlarga desa Oysha radhiyallohu anha aytib beryaptilar. Birorta ayollariga nisbatan qo'l ko'tarmagan, hatto xizmatchilarga ham mana shundoq qo'pol muomalada bo'lmaganlar deyapti. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oilada qandoq inson edilar.